Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000 yili 1-oyda nashr qilgan roman Eli Dolqunlari. Avtori Abdurahmon Qahar. 2-qism 9-bob. O'ttira yo'nalish jang maydonining markazi Yansxay. Bu qilin qor yog'ochliq yerga son-sanoqsiz zimlankalar qo'llangan. Uning oldi cheksiz ketgan ochiq dala, qumsang'u yoki siriq to'piliq, shig'illiq, qumliq yerlar. U yer bu yerda tüplab o'sgan qizili yo'lg'onlar, qiyshiyib yotgan so'ksuklar va aralab cho'qchib turgan kichik qum barxanlari ko'zga chiliqidi. Tuvanligan siri taraf-tarafga ketgan o'tonchilar harva yo'llarining iznasi uchrab turdi. Bu yerning shimoliy tarpi xuddi kundan kunga pastlayotgandek egiz-past edirliqlar bilan o'ralgan. Yerdan ancha egiz bo'lmagan zimlankalarda o'ttara frontning asosiy qismlari turadi. Polik shtablari, yataqlar, klublar, doktorxonalar, xo'jalik bo'limlari, tomoqxonalargacha hammasi yer ostiga joylashib ketgan. Harbiy darslar, urush taktikasi haqidagi leksiyalar, oddiy mashqlar, kundalik gazet xabarlarini anglash, ko'ngil echish kechalari o'tkazish, anglagan gap so'zlarni bir-biriga yetkazishlarning hammasi mushu zimlankalarda bo'lib turdi. O'qsiz tinch holatga ko'chgan jangchilar gapni hadabla g'o'ljidagi o'zgarishlardan boshlagan edi. Hozir hukumatimiz kambag'allarning g'amini qilib o'tibdi, dedi egiz bo'yliq bir jangchi. Qishliq ko'mir, paxtliq kiyim, kigiz kechaklarni tarqitib beribdi. Urushda vayron bo'lgan oilalarga, dedi yana bir jangchi, uy qutqizish ashliqi tarqitibdi. Bular emas, dedi yana birsi. Yetim bolalarni tarbiyalaydigan Darıltam, igi chaqsiz qolgan qiri cho'rlarni boqadigan Darıl ojizlarni qurishga tayyorlik qilinib o'tibdi. Texi o'z oldiga dehqonchilik qilishga chami yetmaydigan dehqonlarga qilinayotgan yordamchu. Bayqi egiz bo'yliq jangchi yenidan bir parcha xat chiqardi. Mana qaranglar, dadamdan munda xat kelibdi. Hammasi uning qo'lidagi xatga qiziqib qarashdi. U qatlangan xatni avaylab ochdi-da, o'qishga kirishdi. Xatda munda deyilgan edi: Balam, ömrüm kishilarga yalinib ishlab, bir parcha yerimnimi tiriyolmay o'tgan. Hukumat yaqinda bizdek gadoylarga o'simsiz pul tarqatdi. Bir at, bir so'qa setib oldim. Ergilo Harvining sungan o'qini yanglayapman. Ushaq-tushak jabduqlarini tuzavyapman. Qishcha xondin ko'mir akilib satmoqchiman. Atiyazda hayotimda birinchi bo'lib o'z oldimga dehqonchilik qilmoqchiman. Qara, bizda kambag'allarni yo'laydigan hukumatmi bo'ladi ekan. Mundaq hukumatni ömrümdə ko'rmagan. Menla emas, bizning ota-bovlarimizmi ko'rmabdi ekan. Bu hukumat balam ko'klaydi, gullaydi. Nimishqa desang, u ko'pchilikning holiga yetib, uning g'amini qilyotidi. Mana qara, ko'nglimizdagidek hukumatni biz amdila ko'ryapmiz. Texi oldimizda buningdan yaxshi kunlar bo'lgudek. Jangchilar birdilla jimjitlikqa cho'kib o'ltirib ketishdi. Xat ularga qattiq ta'sir qilgan va ularning ko'z oldiga qurbon bo'lgan sabdoshlari kelgan edi. Bu jimjitlikni birinchi bo'lib Botir G'ozi buzdi. Og'aynilar, bizni xushal qilayotgan yana bir ish bor. U bo'lsa-mu, Urumchidagi suhbatda vakillarimizning ustunlikda turayotganligi, Go'mindan urushda bizdan qandoq yengilgan bo'lsa, hozir suhbatdimi shundoq yengilib o'tibdi. Amdi gap Urumchidagi Go'mindan markaziy hukumati vakillar umiki bilan 3 viloyat inqilobiy hukumati vakillari o'tkazayotgan suhbatga ko'chdi. Shu kunlarda jangchilar ichida qandoqdir bir buruqtumaliq hukm suratdi. Shamoldek tez ilgirlagan qo'shinning Urumchining bo'sog'isiga kelganda to'xtab qilishi ularni jila qiladi, tit qiladi. Olg'a ilgirlashga tezroq buyruq berishlarini taqozolik bilan kutatdi. Ahmadjon apandi, Go'mindanning vahshiy siyosati bizni qo'zg'olib, inqilob qilishga majbur qildi, degan edi. Shunga urushda bo'lsin, tinch suhbatda bo'lsin, albatta biz ustunlikda turmiz-da, dedi Jamoliddin. Uning ustiga suhbatga Ahmadjon apandimning berishi bizni xotirjam qiladi, dedi Nodammu. Shinjongdan mundaq yetishgan odamning chiqqanligiga ular hayron qolgandi. Albatta hayron qoladi. Rayhonning lavlari g'azabdan titradi. Qanchilgan mashhur odamlarimiz inqilobchilarimizni birsini amal berib aldab, birsini yog'lim so'zlar bilan maqtab uchirib, ba'zilarining orasiga fitna silib,
Hicayğaqlari tulki bo'lib, qapqi yamonlari bo'r bo'lib yo'qtib bo'ldi. Endi Şinjan xalqi aldam xaltıga tushmaydi. Tarix kelmasga ketdi, dedi Rayhonning so'zidan ta'sirlangan Botir G'ozi. U ishlar bizga saboq berdi, aql berdi. Zimlanka ichida o'ltirishgan yoki yonpashlagan jangchilar qiziq parang'a berilgan. Odam bo'yidan bir g'irishda egizlikdagi bu yer osti uyi qizg'in suhbatlar bilan har kuni mushundoq jonlanib turadi. Suhbatda ular biz akuka qarindoshlar deb so'z boshlabdi ekan, dedi Nadam. Ahmadjon apandim dunyoda o'z inisini xo'rlaydigan, odam qatorida ko'rmaydigan, beshingda yog' chaqsammu manga qapoq ko'tirib qaramaydigan majburiyating bor. Menmu odamgo deydigan huquqim yo'q, deydigan aka bo'lamdi, deb rasvosini chiqaribdi. Botir G'ozi hayojonini bosolmadi. Pahpa, toza deksini beribdi-da. Yog'limi gaplarimga erib ketidi deb o'ylagan bo'lg'aydi. Parang barg'ansiri qizishqa o'tdi. Bo'libmi bir men, biri sen bo'lib so'zlayotgan Nadam bilan Botir G'ozining yiniga jangchilar shipqab kelishga boshladi. Faqat varisjonlar u yoqqa qarab, ko'zini yumib yotadi. Ko'zini yumibqu uxlayotgani yo'q. U hammani o'ziga qaratib so'zlayotgan Nadam to'g'riliq o'ylab yotadi. Shexu urushida Nadamning shunchalik xatarlik vazifaga buyurilganda o'lim og'ziga beribmi, saq qolganligiga ichi yonatdi. Tit bo'ladi. Hech bo'lmaganda Anvar apandi o'lgicha mushu munofiq o'z bo'lmasmidi deb to'lg'anatdi. O'zining uningga qaratib texicha bir pay o'q atalmaganiga jili bo'ladi. Gaytkam indakka kelib qoldi. Ashu zarba bermasa men hech nima qila olmaydigan o'xshayman deb o'ylaydi. Rayhonchi uningmi o'shtiki yongan. U izo tortmay nimanchilar so'zlanga Nadam anglaganlaringizni qo'ymaydan deb ketidi. Shu topda Nadamga qanchalik talmurib qarayotgandi, qanday xuluqlarni ko'rsatayotgandi, uning xiyollari azobliq, hasratlik. U uxlagandek qimir qilmay yotgan bilan ichidan yinib ko'yiyotidi, o'rtiniyotidi. Gapni suhbatning beshidan boshlayli, dedi Nadam. Hukumatimizning vakillari suhbat zaliga kirib borganda, Gomindan markaziy hukumat vakillari o'mikining boshlig'i Jang Jijong ularni chekib, qanchalik odamlar ekanligini bilib boqib kelib, diplomatik usul bilan ittifoqliq deb qo'lni uzibdi ekan. Ahmadjon Qosimi uning adabla hiyla ishlatishga urinayotganligini sezibdi-da, barobarlik deb qo'lni beribdi. Jang Jijong tuyg'un odam ekan, shu hamon chiroyi tatirib ketibdi. Lekin chandurmay kulimsirab turib, yana birlik debdi. Ahmadjon apandimmi darhol xalaqchillik deb uning qo'lini silkib qo'yibdi. Shundoq tez joyida qaytirgan ikki ig'iz so'zdan Jang Jijong o'zida texi suhbatga kirishmay turibla ig'ir o'ng'aysizlik his qilibdi. Chunki u pal solgan ekan, ko'ngildikdek chiqmabdi-da. Men debdi Jang Jijong mag'rur holda markaziy hukumat nomidan eli qo'zg'olonchilarning vakillarini qabul qilganligim uchun o'zimda baxt va xushallik his qilmoqdaman debdikan. Ahmadjon apandimmi mag'rur holda Gomindan hukumati eli inqilobchilarini o'g'rilar deb atashgan edi. Amdilikda tinchlik kelishimi imzolashni izlaydiganligini jakarlab, o'g'rilar bilan suhbat o'tkazadigan bo'lib qopti. Gomindan markaziy hukumatining tinchlik kelishimi imzolash uchun bizni suhbatga chaqirganligi uch viloyat inqilobining yana bir g'alabasi. Mushundaq ahvol ostida ikki tarafdan tinch suhbat ustiliga kelishidan biz xushallik his qilmoqdamiz debdi. O'g'il debdi birsi hayajonlanib. Xalqning haqiqiy o'g'li. Ashu mardona so'zidan qanchalik kuchli ta'sirat qo'zg'algandi. Gomindanning harbiy mulkiy amaldorlari parishon, o'ng'aysiz holga tushib, qanchalik azoblangandi. Beshiga big'rang duxovi do'ppi kiygan bu oddiy odamning o'tkir so'zidan yig'in zali ig'ir sukut ichida qolgandi. Balki bizning Ahmadjon nima degan zirak odam-a? Dedi yana bir jangchi. Aldirma, texi zirakligini amdi ko'rsan, dedi Botir G'ozi maqtangandek qiyofatda so'z boshlab. Bizning taraf o'zaro vakillik salohiyat qog'ozlarini almashtirish uchun qoida bo'yicha o'zlarinikini ularga uztibdi. Shu chog'da o'mak boshlig'i ikki taraf Urumchida suhbat o'tkazishga kelishgan emasmidi? Ish ikki tarafga aniq turgan ahvol ostida uni ko'rishning hojati bo'lmas kerak deb o'ylayman, debdikan Ahmadjon Qosimi mundaq debdi.
hurmatli apandilar, biz 3 viloyat inqilobiy hukumatining to'liq huquqliq vakillari. Ana bizning vakillik salohiyat qog'ozlarimiz qo'linglarda turibdi. Xo'sh, sizlar kim? Biz Gomindanning mashhur arboblari bilan shaxsiy suhbat o'tkazayotganimiz yo'q. Gomindan markaziy hukumati bilan 3 viloyat inqilobiy hukumatining suhbatini o'tkazmoqchimiz. Agar hukumatinglar sizlarga vakillik salohiyat qog'ozi bermagan bo'lsa, biz sizlarning kimliklaringizni tonimaymiz. Bu oddiy diplomatiya savatigu. Ahmadjon apandimning so'zi bilan suhbat bir necha kun kechikibdi. Keyin rasmiy boshlangan chog'da Jang Jejong uzun nutq so'zlabdi. U so'zida tinchlikni kimning buzganligi, tinchlik, ittifoqlik, birlikning kerakligi, harbiy harakatni to'xtatishning zarurligi to'g'risida to'xtalibdi. Shuningdan keyin Ahmadjon Qosimi yili ba'zi apandilar tinchlikni kim buzdi dedi. Albatta biz buzdik. Biz buzishga, inqilob qilishga haqliq edik, debdi salmoqlik bilan. Gomindanning vahshiy siyosati bozaq qilishi, milliy kamsitishi bizni qo'zg'alib inqilob qilishga chaqirdi. Qo'zg'alish tarix oldidagi muqaddas vazifamiz edi. Biz payg'ambarlarcha ayta olamizki, inqilobimiz cho'qim oxirgi g'alabani qo'lga keltirdi. Lekin albatta bizga tinchlik kerak. Bu barobarlik, xalqchilik asosidagi tinchlik bo'lishi kerak. Shunga biz o'lkamizda ostidan o't yenib turadigan tinchlik uchun emas, haqiqiy tinchlik o'rnatish maqsadida keldik. Tantani bilan jakarlaymanki, hukumatimizning orzusi mushu. Shu chaqda Jang Jejong mundaq debdi. Albatta tinchlikni sizlar buzdinglar. Bu paket, lekin biz yana tinchlik izlab keldik. Biz kechirim qilamizki, aka-ukalar o'rtasida mundaq ixtilof bajralarning yuz berib turishi normal ish, debdi. Jang Jejongning yog'lama so'zlarini, ilm fikrlarini Ahmadjon Qosimi tushunmaydigan odam edi. Ahmadjon keskin holda mundaq debdi. Kechirsiz Jang Jejong apandi, bu yerda hozir aka-ukalar munosabati masalasi mavjud emas. Shinjongdan iborat bu zaminda qandoq hokimiyat yurgizish masalasi turibdi. Tinchlikni buzish ishiga kelsak, biz o'lkamizda abadiy tinchlik o'rnatish uchun tinchsizlik paydo qildik. Tinchsizlikdan xalqimizga tinchlik izlab keldik. Siz bu so'zingiz bilan vakillarimizning haqiqiy talablarini boshqa yoqqa buritolmaysiz yoki nazarbanda qila olmaysiz. Shuningdan keyin Jang Jejong birlik kerak. Ahmadjon birlik debdikan. Ahmadjonmi? Albatta kerak, lekin uning sharti bor, debdi. Jang Jejong shartingiz nima? deb so'raganda Ahmadjon millatlarning haqiqiy amaldagi barobarligi va xalqchilik siyosat deb javob beribdi. Bu javoblar hilgarlarni qanchalik mangdatgandi, dedi Jamoliddin hayajondan yonpishiga urib. Rayhonmi o'z hayajonini bosolmadi. Tayinliq demi ichiga tushib ketgandi aldamchilarning. Shu topda hammada hayajon hislari qo'zg'alib, Ahmadjon Qosimiga nisbatan qoyillik va faxrlanish tuyg'ulari yongan bo'lsa-mu, uning tapancha o'qidek tarasiltib atgan so'zidan, dal joyida bergan javoblaridan Gomindan vakillarining qanday hissiyotga kelganligini bu zimlanka ichida o'ltirgan jangchilar bilmaydi. Suhbat ustiliga kelgan Gomindan vakillari shu chog'da mundaq o'yga kelishgan edi. Ular Ahmadjonning oddiy, samimiy va jur'atlik, qobil ekanligini, chora tadbirlarining unum berayotganligini sezib qoldi va ular o'zlari bilgan, ko'rgan notiq diplomatlarga uni silishtirib ko'rdi. Ularning biladiganlari ishidan biror natija erishsa, o'z xushalligini har qachon boshqalarga bildirishga tirishadi. Lekin bu birinchi qatim ko'rishayotgan mushu zamindan chiqqan notiqda mundaq ruhiy holat alomat ko'rilmaydi. Faqat doimla bir xil odatgacha shodlik tuyg'ular jilvalanadi. Markaziy hukumat vakillar o'makining boshlig'i bu zaminda yaqinqi 100 yildan beri hech kim qilolmaydigan so'zlar bilan o'zlarini uzildirmay bombardimon qilayotgan bu odamga qarab xiyolga ketdi. Uzun yillardan beri bu yerda putdasab turgan odamlarimizning bularni boshqurishda qo'llanib kelgan usul choralari shu zamonga loyiq ekan. Endi u oqmas bo'lib qopti. Mo'lcharimizdan boshqacha o'ylamgan hujumlarga duch kelyapmiz. Shinjong xalqi endi tarixdagi nodon, qaram xalq emaskan. Bular endi oppoq unni kulga bo'lib ko'mach qilib, qo'y so'ysa butun piti o'tqa puchilib yeydigan davrdan o'tib ketibdi.
Bularning vakili Muno Ahmadjon otliq odamning uchisiga kostyum burilka kiyib, bo'yniga galstuk taqib olganligi hargizmi bilimlik, madaniyatlik Yevropaliklarni do'rganligi emaskan. Bu shuningga munosib atrofliq yetishgan katta diplomat ekan. Kona usullarimiz amdi qarga kelmaydi ekan va bulardan qochib qutulg'ini bo'lmaydi ekan. Qani, Nodam, so'zlanga ang'ilganlaringiz yana bardo, dedi Rayhon. Albatta bor, dedi Nodammu va ang'ilganlarini bayon qildi. Ahmadjon apandim mundaq debdi. Janjijong apandi, ittifoqlik deydi. Biz barobarlik deymiz. Janjijong apandi birlik deydi. Biz xalqchillik deymiz. Janjijong apandining xohlaydigini tinchlik. Bizning xohlaydiganimiz tinchlik. Ammo tinchlikning sharti xalqchillik. Birlikning mo sharti xalqchillik. Xalqimizning izdigini tinchlik. Albatta bu tinchlikning asosi xalqchillik. Bu to'g'riliq kelishdik. Millatlarning haqiqiy barobarligi va xalqchillik siyosat turmushga oshirilmoqchi. Demak, xalqchillik siyosat yurgiziladi ekan. Markaziy hukumat xalqqa matbuot, so'z, majlisga uyushish, namoyish qilish erkinligini berish kerak. So'z bu yerga kelganda Jang Jijong bu masalani so'zlamasingizmi, xalqqa undaq erkinlik allaqachon berilgan debdi. Ahmadjon apandim kulimsirab turib, hukumatingizning fuqarolarga ketisi chiroq yoqmaslik to'g'risida farmonlarni chiqarganligini siz tegicha bilmamsiz, deb uni o'ng'aysiz osal holga tushirib qo'yibdi. Nodam so'zini davom qildi. Jang Jijong markaziy hukumatning fikr loyihasini o'ttirib qo'ygandan keyin Ahmadjon Qosimi mundaq debdi. Markaziy hukumat vaqa hal bo'lgandan keyin 6 oy ichida noyilik kengash hayotlari tashkil qilinadi. 1 yil ichida noyilik kengash hayotlari hokim va muavin hokimlarni saylab chiqadi degan taklifni beribdi. Biz vaqa hal bo'lgandan keyin noyilik kengash hayotlari tashkil qilish, kengash hayotlari hokim va muavin hokimlarni saylashni 2 oy ichida o'rindab bo'lish taklifini beramiz. Xalq o'zlari ishongan yerli xalqdan ma'muriyat xodimlarini saylab chiqishga nemancha uzun vaqt taklif qilinadi. Agar buningda boshqacha muddo bo'lmasa, bizcha 2 oy baxuda ketadi. Ikkinchi masala, markazning fikr loyihasida Xinjiangda tinch, muqim vaziyatni asliga keltirish uchun milliy qismlarni tarqitib etish, eng bo'lmaganda ikki polik atrofni saqlab qilib, uni davlat armiyasiga o'zgartirish va bir tutash qo'mondonlikqa bo'ysunish deyilgan. Men sizlarga bir cho'chak aytib beray. O'tgan kunlarning birida yo'lvoz, bo'ri, tulka birlikda ovga chiqibdi. Ular bir eshak, bir qo'y va bir to'g'o ovlabdi. O'g'ilganlarni bo'lishib yeyish uchun hammasi bir yerga jam bo'pti. Yo'lvoz bo'riga: "Sen taqsimlab boqqina?" debdi. Bo'ri: "Sizlar hammamizdan cho'ng bo'lgandikin eshakni yeysizlar. Men qo'yni yey. Tulka kichik bo'lgandikin to'xini yesin" debdi. Yo'lvozning achchiq kelib, bo'rining beshiga bir urgan ekan, uning ko'zi chachrab chiqib ketibdi-da, yiqilibdi. Yo'lvoz tulkiga: "Sen taqsim qilib boqqina?" debdi. "Xo'sh, taqsir" deb taqsim qilishga kirishibdi. Tulka: "To'g'o janoblarining noshliqlari bo'lsin, qo'y tushliklari bo'lsin, eshak kashliklari bo'lsin, janoblardan assa biz yeyli, bo'lmasa mayli." Yo'lvoz buni anglab kulib ketib: "Sen bundaq adil taqsimotni na'dan o'rganding?" deb so'rabdi. Tulka: "Bo'rining chachrab chiqqan ko'zidan" deb javob beribdi. Ahmadjon apandimning cho'chkidan keyin yig'in zali birdilla jimib, markaziy hukumat vakillari parishon holga tushib, bir-biriga yer ostidan qarshibdi. Ba'zilarining ko'zlari parqirabla qopdi, ba'zilarining qapoqlari turilibdi va ba'zilarining asabiylik tutib, chik tomirlari lepildab, bo'yinlari ko'pibdi. "Biz bu cho'chakni unutmaymiz, savoqlarni asli saqlaymiz" debdi Ahmadjon Qosimi kulimsirab turib. "Albatta milliy qo'shinlarni qisqartimiz, ratlaymiz, lekin uning milliy shaklini saqlab qolamiz. Ba'zi Oqsuv, Qashqarga o'xshash alohida rayonlarda milliy qismlar tashkil qilish taklifimizni beramiz." Ahmadjonning so'zi oxirlashmay turibla, qatordagilardan biri: "Xinjiang xalqi o'zini bilmayotidi. Ba'zi odamlar o'zini texmo bilmayotidi. Bizning o'z inilarimizga yo'l qo'yayotganligimizni, tinchlik orzuyimizni ojizlik deb tushunayotidi. Chunqurroq o'ylab beqishlari kerak. Bizning 4 million armiyamiz bor. Biz misoli bir doshqozon suv bo'lsak, sizlar faqat bir tomchi" debdikan
Ahmadjon shundoq tamkinlik bilan kulimsirgan holda, "Tez armiyangizga pesh qilmang. Biz bildigan armiya u. Do'q qilish harbiy to'qinishga elib kelish mumkin. Gitler butun dunyoni qul qilaman deb qandoq g'alvaragan, qandoq taqdirga qoldi. Yapon bosqinchilarcho biz qonliq urushlarni qilib, Urumchiga 120 necha kilometrlar oraliqcha yetib keldik. Bumo o'z iningizga yo'l qo'yganligingizdimidi? Bir doshqozon suv masalasiga kelsak, rost, sizlar bir doshqozon suv, biz bir siqim tuz, bir doshqozon suvga tetedi, debdi. Apirin, da'vatli jangchilardan birisi o'zini bosolmay, Ahmadjonning aqliga, o'tkirligiga apirin. Taraf-tarafdan Ahmadjonning sha'niga maqtashlar, olqishlar ko'tarilishga boshladi. Shuningdan keyin deb Nadam so'zini davomlashtirdi. Zal ichida go'yo dahshatlik bomba portlagandek markaziy hukumat vakillarining o'ngsili o'chib, xuddi yo'lbosning oldiga chiqib qolgan toshqandek shumsharab qopdi. Ahmadjon Qosimiy bo'lsa, uch viloyat inqilobiy hukumatining fikr loyihasini so'zlashga kirishibdi. İki taraf o'z hukumatlari nomidan fikr loyihasini o'ttirga qo'yishgandan keyin jiddiy talash tartish boshlanib ketibdi. Bu talash tartish bir necha kunga so'zilibdi. Oxirgi kuni Ahmadjon paket so'zlash, so'zlarga dalil keltirish, savol qo'yish, javob olish, raddiya berish bilan ularni 11 soatgacha aram oldirmay bombardimon qildi. Jang Jejong beshidan shapkasini ilib, terlab ketgan peshonasini oppoq yog'liqi bilan surtibdi-da, cho'nqur tinib, "Siz bizga aram bermay, qistab turilyapsiz. Men mundaq suhbatga bardoshlik berolmayman. Siz 30-31 yoshlik bolasiz. Men 50 dan oshgan qari odamman. Yaxshisi men Nanjingga qaytib ketib, sizga o'xshash yoshroq bir odam avatay", debdi. Shu so'zdan keyin Zemlanka ichida kuchlik masxarlik kulka ko'tarilib ketdi. Kulka sadosi besilmay turibla Zemlankaga 1-batalyon komandiri Prochik Gayet kirib keldi. Hammasi qo'zg'alib, diqqatda turishib, uningga hurmat bildirdi. "Rahat, qani o'ltiringlar", dedi Gayet. O'zimi o'ltirdi. "Gapinglar qizibdi-da. Urumchidagi suhbatning gapi, yo'ldosh komandir. Suhbat deb yetiverimizmi? 2 oydan oshdi. Buyruq berilishni shuncha talab qilsaqmi, nimishqa quloq yopirib yurayversizlar?" Aran turgan Jamoliddin. "Xuddi daryoga opirib, sug'aramay akelgandeklar bir ish bo'lyotidi, yo'ldosh komandir", dedi. Prochik kulimsirab aytdi. "Quloq yopirib oldigan ish yo'q. Suhbatga qaraymiz. Agar ko'nglimizdagidek kelishim hosil qila olsak, albatta qurol ishlatmaymiz. Undaq bo'lmasa, oxirgacha ilishimiz. Biz ilishmagan xumparlarmi bu? Biz oz qon to'kmidik, yo'ldosh komandir." Jamoliddinning o'roq yuzi jiddiy tus ilib tatardi. "Ne yigitlarimizni qurbon berdik. Ular dash cho'llarda qabrsiz qoldi. Ularning armonlari nimidi? Biz xuddi it yerib qolgan yo'lovchidek yarim yo'lda to'xtab qolsak, shu qurbonlarimizga qandoq yuz kela olamiz? Ular go'rida tinch yota olamdi. Bizning maqsadimiz shumidi? Yo'lvos izidan yigit so'zdan qaytmas degan gap bor." Kam so'zlik Nadammu qaynab ketdi. "Nanjing hukumati bizni nimishqa tinch suhbatga chaqiradi? Nurg'un qon to'kdinglar. Sizlarga uvol bo'ldi deb o'ylayaptimdi. Hargiz undaq emas. Shinjongda put terab turishga ko'z yetmay qoldi. Biroqla gum bo'lish girdobiga kelib qoldi. Aram ilishni, o'zini o'ngish olishni o'ylayotdi. Qurolliq to'qinishda tang kelolmaydiganligini bilgandan keyin tinchlik, suhbat nayrangini ishq silayotdi. Hozir Urumchida qoch bo'lyotdi. Shinjongning shuncha kangri zeminiga o't tutashdi. Go'mindonning nimasi qoldi? Urga qolgan chashqandek holi qoldi. Biz hozir go'yo etilishga tayyor turgan sher, dushman oldimizda titrab turgan to'shqon, biroq sherning putquli bog'liq. Mana shundoq ahvolda turyapmiz." Nadamning so'zidan ta'sirlangan Rayhonning qo'y ko'zlari yinib, g'azablari to'kildi. "Biz nimishqa otlanib chiqdik? Nimishqa tinch suhbat yo'lsiga kelamiz? Go'mindon bo'r edi, hozir tulki bo'lib oldi. Suhbat bizning ko'nglimizdek imzolangan taqdirdami, u shuni ijro qilarmi? Biz dam ilivlashni o'ylayapmizmi? Go'mindon o'ylayapamdi. Biz ilgirlayotdik-ku. Uning tinch suhbat aldamchiligini rahimsizlik bilan pash qilish kerakmi? Yoki bosh egish, neranglarni maqtash kerakmi? Bizning tinch suhbat yo'lsiga kelishimiz mag'lubiyatimiz. Bu taslim bo'lish bilan barobar."
Zimlanka ichi sürlük jimjitlikqa cho'kib ketdi. Hammasi cho'nqur xiyolda edi. Nodamning, Jamoliddinning, Botir G'ozining, Rayhonning yurakdan fontandek etilib chiqqan so'zlari jangchilarnimi, batalyon komandiri Gayetnimi o'ylantirmoqda va hayajonlantirmoqda edi. Qaysi kuni u bu haqda Nizomiddin bilan jiddiy so'zlashgan, hatto terkashgan. Hozirchu uning yodiga munu naqsh keldi. Angla ey vatan bolalari, shamollardan xabar boridu. Qahrlik kuchlik botur erlar, sher va yo'lboslar boridu. U bu naqshini talay qitim aytgan, o'nlari bo'g'ilib ketgucha aytgan, maydonlarni jonlantirib, butun xalqni umidlantirib aytgan. Hozir aytalamdu, u un chiqmadi. Shu naqshini tang aytgan, jangchilarning yuziga qarayolmadi. U qo'lini bir silkib, zimlankadan chiqib ketdi. Kuzning salqin sap havosi uning dimig'iga urildi. U cho'nqur bir tindida neridagi bilindajlarga qaradi. Bilindaj yerdan qo'pirib yasalgan lampa. Lampaning qalinligi 1,5 metr chamusda bo'lib, havodan bo'ladigan hujumga, bombardimanga mudafialanib yasaladi. Bu yerga zambirak yoki cho'ng tipdagi pulemyotlar o'rnatilgan bo'ladi va maskarubka niqob qilinadi. Qora yog'ochlar ostidagi bilindajlar hayvatlik ko'rinadi. Sharqqa qaratib tiklab qo'yilgan zambiraklar, havoga atquch pulemyotlar uning ko'nglini ko'targandek qilsimu, Zimlanka ichida hiylab bo'lingan gap so'zlar uni yana mayuslantiradi. U naga, nima maqsad bilan mang'anligini bilmaydi. Shu bilmasligi bilan belidan tapanchisini sug'urilib, osmonga qaratib bir necha payp o'q etivadi. Bundaq qilishning hozirgi paytda xatolik ekanligini o'ylabmi qo'ymadi. Yerdan mushtumdak bir necha tal toshni ilib, go'yo besib kelayotgan dushmanga granat tashlagandek toshlarni bir kuchinib otdi. Oxir uning yodiga yana polik komandiri Nizomiddin keldida, qayrilib polik shtabiga ketdi. U kirganda polik komandiri yolg'iz o'ltirib xat yozayotdi. U o'ng qo'lini chekisiga ilishnimi unutib, "Yo'ldosh polkovnik, sizdan savol so'rashga kirdim", dedi. Uning ovozi bo'rondek gurkirab chiqdi. Nizomiddin xetini to'xtatib Gayetga qaradi. Uning sariq burutlarining dirdiyib, ko'zlarining yinib ketganligini ko'rdi-da, qo'li bilan o'ltirishga ishorat qildi. "Yo'ldosh polkovnik, biz aldam xaltaga tushyapmiz-ku. Tinch suhbat degan bizning beshimizga silingan nuqta emasmi?" Nizomiddin bir necha kundan beri unutishga tirishayotgan bu ishni Gayet uning yodiga yana soldi. U yana azoblanishga, ichidan yenishga boshladi. Bu savol faqat Gayet tarafidanla qo'yilayotgani yo'q-ku. Necha qatim jangchilar, boshqa komandirlar uning oldini to'rab olib, g'azablanib turib, xuddi mushundaq savollarni so'rashgan. U nima deyish kerak? Nizomiddin un chiqmadi, lekin xiyolga ketdi. Kelishim qilingan taqdirdimi, yozilganning qarsi siyoh, iqi qog'oz, go'mindang aksiyachilari quv, hiylagar, aldamchilikda uchiga chiqqan nimalar, mo'rti kelsa o'zini tug'ib cho'ng qilgan, ota-onasinimi aldab olib chiqib setvetishdan yoki o'rg'a ittirvetishdan yonmaydigan nimalar. Ular bizning inqilob qilib qurbon berib, qo'lga keltirgan ozg'ina huquqimizni tortib olish uchun harakat qildi. Qutub chiqishga ko'zi yetmagandan keyin ila neyrang ishlatib, arvada to'shqan o'g'lig'ili chiqdi. Bu bitimdan iborat abjiqi chiqib ketgan eski nuqtasini yamab, yengilab, pardoz berib ilib kelib, beshimizga salmoqchi bo'lyotidi. Bu nuqtani aldab, siylab beshimizga salg'ucha tinvolmasin deb jiq quruq, ichi kavak yolg'on va'dalarni berdi. Kelishimga qo'l qo'ydi, lekin o'zini o'ngishib olgandan keyin va'dasining birsigimi turmaydi. Esit to'kilgan qonlar. Biz oz qurbon bermadik. Bularning hammasi yana bekor ketarmi? Birinchi bosqichlik suhbatdan keyin Ahmadjon apandimga ba'zilar mushundoq debdi. Lekin apandim kelishim hosil qilib boqayli, ijro qilinishiga qarab boqayli. Xiloflik qilsa bizningmi ularning yurakini yerib ko'radigan analiz pichiqimiz bor emasmi? Debdidek. Lekin baribir va'dasida turmaydi. U surlik tusda xiyol suribla o'ltirgan Nizomiddinning oldidan qaytib chiqdi. Qaysidir bir zimlanka ichida aytilayotgan naqsha ovozi
uchib kelishga boshladi. Mayli o'q yomg'ir yog'sin, dunyo zilzilga kelsin, yurakimga o'q tegsin, hech yonmayman orqamga. Bu naqsha uning kayfini texmi uchirvatdi. U qo'lini bir silkidida tövenlab mandi. Shu kunlarda qorallar dam elivatadi. Qo'lga elinsimu etilmaydi. Shunga jangchilar harbiy mashq, dars anglash, ko'ngil ichish ishlari bilan kun o'tkazatdi. Bo'libmi ba'zi kunlari tushdan keyin yoki oqshomlari zimlanka ichi nag'ma navo, bazma bilan jonlanib ketadi. Urush qilish, olg'a ilgirlash to'g'risidagi talablar bir oz unutiladi, besaladi. Jangchilar ichida duttar, tambur, skripka, daplarni xili obdalla chalalaydigan sazandalar, yiqimliq ovozga ega naqshchilar, chiroyli harakatchan usulchilar ko'p edi. Mundaq sazandalar, naqshchilar, komandirlar ichidanmo tepalatdi. Yer asti klublarda jangchi komandirlar o'zlari yozgan Ozod jangchi dramasini 20-30 nomerliq konsertlarni ko'rsatdi. Hatto biror muqomni boshlab olsa, uning mashrifi, dostonlari, marg'ullargacha ratlik aytolaydi. Bo'libmi pakar bo'yliq, ko'rimsiz jangchi sazanda O'shur Rozining chalgan skripkasi hammaga yoqatdi. U skripka chalganda komandir jangchilar xuddi stroyda turgandek jimjit bo'lishib havas bilan tingshaydi, munglanatdi, ichidan yanatdi, to'lg'inatdi. U skripkaning seyrlik tili bilan jangchilarning ota-onasini, urug' tuqqanlarini, go'zal yorlarini yodiga keltiratdi. Ba'zi jangchilar uning mung'a birilib ketganlikdan o'zi tuymagan holda yiroqda qolgan yorlari tarafidan yodikor qilingan tamaki xaltalarini, qo'l yog'liqlarini ixtiyorsiz qo'llarga oladi. Oyoqlarini ig'ir yo'tkab ketib borgan Goyit ili naqshlari aytilayotgan zimlanka oldida ixtiyorsiz to'xtab qoldi-da, jangchilar so'rin tuzib o'ltirgan zimlanka ichiga kirdi. U so'rinning kayfini buzvatmaslik uchun qo'l ishorasini qilib, jangchilarni qo'zg'amaslikqa da'vat qilib, soz chilayotganlarning yiniga berib o'ltirdi. Kuchlik, avjlik kucha naqshlari aytilayotdi. Yarim yatidi g'amda, gulning tuvida namda. Men bu yoqda naqsha aytsam, yar ko'ymaydi alamda. Oqshimi qorong'uda qo'yma ko'ydi chiroq, naqsha aytsam unim yetmas, yarning o'ylari yiroq. Mana amdi soz usul pədlariga chilindi. Sho'x-sho'x pədilar, yenik naqshlar, jangchilarning mungluq xiyollarini allaqayoqlarga qochiribdi. Ikki jangchi usulga tushdi. Do'st tartishlar ko'tarildi. Biz frontga manganda yar ishkida qolgan, qachon kelasan yar deb qara ko'ziga yosh olgan. Manas daryosi deydi, toshqinlaydi, ozlaydi. Bizning yarning o'tlari yalqinlaydi, o'chmaydi. Qo'limdadir miltiqim, kelsa dushman otiman, pig'onim o'rlagan chog'da duttar qilib chalaman. Yansixayning yerlari qum shig'ili ko'p ekan, oshnisiz demang hargiz hamma jangchi jup ekan. Do'st, otang aylansin, qo'lingga dard bermasin. Naqshiga so'rindikilarning hammasi degidek qo'shilib ketdi. Usulchilar 4ga, 6ga yetdi. Mana amdi Mahad ismlik vozvod komandiri usulga tushdi. U usulni xuddi qizlardek yenik, nozliq o'ynaydi, ko'zlarini qisatdi, qoshlarini uchratdi, beqishib o'ynayotgan odamga qarab, mo'rlarini chayqab atatdi. U aytilayotgan qo'shoqlarga qanoat qilmay, o'zi naqsha boshlab, texmu nozliq o'ynashga boshladi. Mening yorim shu topda jigdida yulangandu, yuragimni ko'ydirib nimishqa to'ralgandu. Beshingdagi to'ppaning qirini buzivetme, men bariman yaqinda umidni uzivetme. Kulkilar, chaqchaqlar, do'st tartishlar, chavaklar texmo ko'tarilishga boshladi. Mahad ko'zlarini xumalashtirib, shunchalik kulib o'ynayotadiki, uning bir tal oltin tishi usulga tushgandan tartib, hozirgacha parqirabla turdi. Shuningdan keyin batalyon komandiri Goyit O'shur Rozning yolg'iz skripka chilib berishini o'tindi. Skripkaning yurakni titratguchi, yaqimliq sadosi hammani tartibga chaqirib, bir xil tinchlikni yaratdi. Biroq Goyitning ko'ngildagi tutab yenayotgan azob texmi ulg'ayib ketdi. Zimlankidagi ko'ngillik bezma,
Taki kechki tamoq signali chilinig'acha davomlashdi. Davomi bor.